Endi ochig'ini aytaylik, men Ronaldo bilan ham, Ronaldodan Portugaliyani yutishimizdan xoliman. Masalan, yutishimiz mumkin deb o'ylayman. Kim Ronaldo masalan, O'zbekiston uchun kim Ronaldo? Ikkinchi turda. Bu Ronaldo o'zini rekordini O'zbekistondan tashqarida qo'ydi. O'sha oldingi videoyimni hali davomini shu yerda markaziy sektorda foydalanib aytib qo'y, ya'ni yig'lab tark etishi muxlislariga yoqayotgan bo'lsa, u jahon chempionatlarida davom etaversin. Bo'lmasa tugatish kerak degandi. Mana keldi. Endi u shunaqa inson. Endi bu ham voqelikda. Masalan, jahon chempionati, nechinchi jahon chempionati? 5-jahon chempionati, to'g'rimi? 3 ta oxirgi 3tasini u yetakchi sifatida o'tkazdi terma jamoasini, to'g'rimi? Shu vaqtgacha unda qanaqadir muammolar bo'lganki, shu muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan. Shu narsalarni hammasini hisobga olib turib, o'sha aytilayotgan gaplar Bungacha ham bo'lgan. albatta u hech kimdan qo'rqqani yo'q. Ya'ni shu vaqtgacha siz ham haligi shuni Endi Ronaldo bilan Portugaliya o'stirganimizda avval. Hozirgi tarkibda Ronaldo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chempionlik uchun da'vogarlar. o'zi qiziq. Men O'zbekiston Portugaliya o'yinini Play-offda gol urmagan. 2000-yillar avlod yillarida to'laymiz. Ya'ni u yerda bar individuallik birinchi o'rinda bo'lgan. Fikrlarni 41 yoshli odamlar nimani tanlab qanaqadir daxlsiz shaxs qo'yganmiz-da, u daxlsiz. Yo'q, bu yomon tomoni o'sha Ronaldo qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'shanga monand rivojlanish. Bitta Ronaldo bilan bog'lanish to'g'ri. O'zi shunaqa hisoblashi mumkin, lekin bitta Ronaldo bilan bo'lmaydi. Agar Ronaldo bilan bog'lanadigan bo'lsa, demak play-offda birorta gol urmaganda ham uni zimmasiga qo'yish kerak. Uni yelkasiga qo'yish. Jahon chempionati. Jahon chempionatlar play-offda gol urmagan futbolchi. Endi uradi. Jahon chempionatida o'ynadi. Agar misol unga o'ynalsa, boshqa qilinsa, mana Davron hozir aytdi-yu, bitta o'yindan olmaylik, mana 5 ta jahon chempionati. Endi hozir Play-off turni. 5 ta